to payg'ambar kim bo'lmasin savol qilmadi buni. Endi payg'ambarlar ham nihoyat darajada qo'rqadilar. Shu Parvardigorning oldidan mas'ul bo'lishdan juda qo'rqadilar. Bizdan nechi baravar qo'rqadilar. Chunki ular Xudoning muqarrab bandalari, ularda xavf va xatar nihoyatda ko'p. Xo'p, payg'ambardan nima deb savol qilmadi? Qani gapirchi, mani buyurgan ahkomlarimni bandalarga yetkazildimi? Yo'q. Yo kitmon qilib qo'yganmisan? Aytmay qo'yganmisan? Payg'ambarlar javob beradilarki, Parvardigoro, sen aytma deganingni aytmaganman. Ayt deganingni aytganman. Endi shunga xo'p, qani seni shu gapingni tasdiqlash uchun kimlar guvohlik beradi? Buni ummatini chaqiringlar. Hamma payg'ambar o'sha payg'ambarning ummatini, Musa alayhissalom bo'lsa yahudilarni, Iso alayhissalom bo'lsa nasoralarni, Muhammad alayhissalatu vassalom bo'lsa bizga o'xshagan ahli islomlarni chaqiradi. Shu payg'ambaringiz sizga yetkizyapmi mani hukmlar? Shunda ummatlar yo ha dedi, yetkizgan dedi, yo'q yo yo'q, yetkizgan yo'q. Ye, shunaqa deydigani ham bormi? Bor. Mana bu boshqa payg'ambarlarni ummatlari aytar ekan, buni biz ko'rganimiz yo'q. Bizga hech qanday narsa yetkazmagan. Ana endi payg'ambarlar mutahayyir bo'lib qoladi, nima qilishini bilmay qoladi. Bular munkir bo'ladi, bilkulliya. Payg'ambarlardan so'raydiki, masalan, Hazrati Musa, Iso alayhissalatu vassalom, boshqa payg'ambarlar, Solih alayhissalom, Shuayb alayhissalom, sizlarda nima guvohlaringiz bor? O'zingizga aytgan gapingizga bir guvohi isbot qilib, bizni Muhammad alayhissalom bizga guvoh bo'ladilar. Xo'p, endi Muhammadni chaqiringlar. Shu payg'ambarlar Xudoning bergan vazifasini ado etgan. Bular munkir bo'lsa ummati xato qiladi. Bular o'z davrida buyurgan ey Parvardigoro, seni buyurganingni bular bekam ko'z bajargan. Seni shu gapingni kim tasdiqlaydi? Mena men qarang, savolat bor. Men ummatim tasdiqlaydi. Ummat Muhammadin chaqiringlar. Shu Muhammad rost aytadimi shu gaplar? Rost aytadi. Sizlar qaydan bilasizlar? Mana Qur'on qo'limizda. Biz Qur'onni tilovat qilib o'zing aytgansan Qur'onda. Payg'ambarlarning to'g'risida hikoyalar bor Qur'onning ichida. Ularning qilgan ishlari, ularga munkir bo'lgan odamlarning azobi, balosi, hammasini o'sha yerda zikr qilgansan. Shunda deydi, hali payg'ambarlarni bosh ko'tarilib, Xudoning oldida mas'uliyatdan qutulib, Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu sahobalarning qorilaridan Qur'onni yod qilgan zot ekanlar. Ko'p ovozlar yaxshi, Qur'onni nihoyatda yaxshi o'qir ekanlar. Rasululloh bir kun buyurdilar, ey Abdulloh, Qur'on o'qigin. Aytdi, "Hakayfa aqra'u laka ya Rasululloh? Wal halu annahu nuzila ilayka."
man qanday men sizga tilovat qilaman vaholanki bu Qur'on sizga nozil bo'lgan-ku. Rasululloh aytdilar, sendan eshitishni istayman. Sendan eshitishni istayman. Boshlab o'qib qoldilar. Mana shu yerga keldi tilovat. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. O'sha kun qanday kun bo'ladi qiyomat kuni? Har ummatdan guvoh talab qilaman. Sani o'sha vaqtida ular guvohlikka tortadi. O'sha payg'ambarlar guvohlikka tortadi. O'sha kun qanday kun bo'ladi? Bir dahshatli, nihoyatda og'ir kun. Payg'ambarlar nihoyatda tazazzulga tushgan, ummatlari inkor qilgan, biz ko'rganimiz yo'q buni degan. Mana shu kun qanday deganda Rasululloh ko'zlaridan yosh oqib ketib, yig'lab shu soqollari ho'l bo'lib ketdi. Abdulloh bas qil dedi. Bas qil, mani yuragimni ezib yubordim-ku. U kunni haybatidan xuddi qiyomat bo'lib turibdi-yu, surati ko'rinib turibdi. Qanday savolot bo'lyapti, qanday guvohlik bo'lyapti. Rasulullohning ko'zlariga moyana ko'rinib qoldi shu narsa. Ana Rasululloh bu kunni haybatidan ko'p jig'lagan turdilar. Endi mas'uliyatga kelganimizda ulamolar mas'ul bo'ladi. Nimadan mas'ul bo'ladi? Xalqni hidoyat qilish, xalqqa to'g'ri ahkomlarni o'rgatish, shularni gumrohlik yo'ldan qaytarib, siroti mustaqimga to'g'rilab qo'yish bu ulamolarning vazifasi. Mana bu to'g'rida ulamolar mas'ul bo'ladi. Qattiq savol bo'ladi ulamolardan. Qani sen qanday men senga ilm beruvdim, sen benima ato qiluvdim ilmni, sendan ujrat olmasdan ilmni senga ato qiluvdim, seni olim qiluvdim. Endi qani nima qilding xalqni o'rtasida yurib? Mana bu ham juda og'ir mas'uliyat. Endi mas'uliyat degan so'zga kelganda olimlarimiz biron hukmni xalqning ichiga ilqo qilgan bo'lsalar, u aytgan bo'lsalar, xo'p o'ylab turib aytishlari kerak. Qiyomat kuni mas'uliyatga uchrab qoladigan bo'lmasin. Mani oldimga odamlar har xil masalalarni so'rab keladi. Mana u deydi, o'g'lim deydi, xotinini 3 taloq qilib qo'ydi. Shuni mana unday dedi, u dedi, bu dedi. Men bu taloqning masalasini o'qimaganman. Men bu masalani bilmayman. Sizlar o'sha taloqqa fatvo beradigan joyga bormang. Men fatvoni egasiman. Mas'uliyat bo'ladigan yerdan mana shunday qo'rqamiz. Halolni harom qilib berish yo haromni halol qilib berish og'ir gap. Bundan olimlar ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun mutlaqo shu to'g'rida masala bayon qilmay qo'yaylik. Buni o'zini vazifasi beradigan joyi bor. Ana nazorati diniya boring muftini oldiga. Ana o'sha sizlarga fatvo ber. Bu bizning vazifamiz emas. Mana shu. Nimaga shuni bilib tursak ham shuni javobidan inkor qilamiz, bermaymiz. Javob nima? Qiyomat kuni kimga lozim Xudoning oldida mas'ul bo'lishlikka? Kimga kerak?
kimga kerak? Endi vaqtiki shunday ekan, endi bu bunaqa halol haromni to'g'risida bunaqa javoblardan tashqari xalqni gumroh qiladigan yo'lga solib yuborsa-chi? Mana u yo'lga solib yubordi, to'g'ri yo'lda ketib turgan xalqni qiyshaytirib yubordi. Bu-chi, bu juda og'ir mas'uliyatga uchraydi. Bu na'uzu billahi min zalika o'sha payg'ambarlarning muqobiliga yurgan, payg'ambarlarni yolg'onchisan deb yurgan ana o'sha zotlar, ana o'sha zotlarning qatoriga kirib qoldi. Bildingmi? Endi bitta bir ajoyib gap bor. Ajoyib gap bor. Sizlar mana o'qimagan odamsizlar. Shundaymi? O'qimagansizlar. Sizlarning javoblaring juda oson. Sizlardan so'ragan vaqtida, hoji domla mana shunday deb fatvo beruvdi, shunga yurdim-da. Deysiz, bildingizmi? Imom Azam mana shunday debdilar. Imom Muhammad mana unday hukm chiqaribdilar. Ha. Ana shu gap bilan qutulaverasizlar sizlar. Biz shunga yurdik-da. Javobni u beradi-da. Bildingizmi? Hali mendan bir odam so'rab keldiki, bir Toshkentdagi mufti masalan qog'oz yozib beribdi, bir odamni 3 talaqani nikoh qilib qo'yishlikka, mana biz imom bo'lib menga bu keldi. Shuni endi men nima qilaman? Nikoh qo'yaversan-da. Javobini kim beradi? O'sha mufti beradi. Bu sen bermaysan javobini. Endi shunday ekan, avomunnos olimlarni arkasidan irgashib, olim faloni shunaqa durdi, Ismadonim unday fatvo beruvdi deb qutulaveradi bu. Men o'shani fatvosiga yurdim-da. Mana u savolni ham qildiki, bordi-yu, bu 3 taloqaga fatvo berib shunday qilsa-yu, bu bordi-yu, nojoiz tariqasida uyda mana shunday qilib haligi xotini bilan muomalat qilib shunday bo'lib ketaverdi, harom harish bo'lib ketdi, aralashib ketdi. Buni javobini kim beradi? Buni javobini bu bermaydi. Bu uy egasi bermaydi. O anaqada turib fatvo berishni kerak. Bildingizmi? Bu o'ylab ko'ring-da. Imom Azam rahmatullohi taolo alayhi ko'chada ketib turganlarida bir loyakan ko'cha, yomg'ir yoqqan ekan. Bir bola dovdirab oldilarida ketyapti ekan, toyilib shuna qilib. Ha, Hazreti Imom aytadi, bolam ehtiyot bo'ling, yiqilib tushmagin, loyga tag'in ehtiyot bo'ling desa, shunday qarab turib, yo imom, siz ehtiyot bo'ling. Siz yiqilmang. Siz yiqilsangiz olamda hammasini yiqitib qo'yasiz. Sizni orqangizdan ergashganlar hammasi yiqiladi. Men loyda yiqilsam turib ketaveraman-da, menga nima? Sizni yiqilishligingiz yomon. Ehtiyot qiling-da, o'zingizni ehtiyot qiling yiqilishdan dedi. Shu Imom Azamning hushlari uchib ketdi. Mana uni og'ziga Parvardigor soldi, mana bu bola qayerdan biladi bo'lmasa buni? Ha, bu qayerdan biladi? Bu Xudo o'qtir ana shunga dedi. Meni ogohlantirdi Parvardigor bir bolani vositasin. Uylariga kelib shu qadar yig'ladilar. Parvardigorga tazarru qildilar. Xudoyo, men endi o'zing sirot-i mustaqimdan meni toyiltirmagin. Menga ish qiyin ekan juda. Endi bildim endi mana o bolani aytishidan bildim. Endi ko'ring-da. Endi vaqtiki shunday ekan. Ulamolar o'ylab turib xalqqa gapirishdi. Ko'p o'ylab turib
inndan keyin shu gapimdan menga qiyomat kuni nima mas'uliyat keladi? Buni bilib turib gapirish kerak. Buni ko'rkorona gapirib qo'yib, buncha xalqni yo'ldan ozdirib qo'ygiday bo'lsa, keyin nima qiladi? Endi man muqallidman. Man mujtahid emasman. Mendan savol qilinganda, nimaga sen shunday hukmni chiqarding, shunday fatvo berding desa, Parvardigor so'rasa, men aytaman, Imom Azam shunday degan ekanlar. Imom Azamning qavllari ekan, o'shaning uchun fatvo berildi. Buni endi Xudoyo Imom Azamdan so'rayin. U javob berdi. Men o'sha kishining orqasidan ergashgan odam. Meni javobim tayyor. Bildingizmi? Endi kim o'zicha ko'rkorona yo'l tuzibdi, ko'rkorona yo'l tuzib xalqni shunga yo'lboshchilik qildi, javobini beradi. U javobini beradi. Shundaymi? Xo'p, endi shunday bo'lar ekan, men aytaman ulamolarga, endi hozirgi men olim bo'ldim deb 3-4 ta kitobni o'qib olib, xalqqa bir yo'lboshchilik qilaman deb, mana u harom, mana u halol, ana uni qilma, mana u deb yurganlarga demoqchi bo'lamanki, sizlarga mas'uliyatni nima keragi bor? Sizlar o'sha mujtahidlarimizning aytgan so'zlarini aytaveringlar, mana faloni mujtahid shunday debdi. Imom Azam shunday debdilar ekan. O'shani aytaveringsiz. O'zingizdan yangitdan yo'l tuzmaysiz. Yangitdan yo'l tuzar ekansiz, javobini berasiz qiyomat kuni. Bildingizmi? Juda bu og'ir ish bu. Og'ir. Ana. Xo'p, endi bu hamma bizni qilgan ibodatlarimiz bormi? Nima bo'lsa, bir uni qabuliyat Xudoning nazdida bo'ldimi, bo'lmadimi? Bu bir umid bizlar, umid. Besh vaqt namoz o'qiymiz. Kim aytadi, meni namozim qabul bo'ldi-yu, toshmasniki qabul bo'lmadi? Kim aytadi? Hech kim aytadi. Hamma o'zini ibodatiga hayron. Shu ibodatim Parvardigorning nazdida maqbul bo'ldimikan? Hammasi umid bilan, bildingizmi? Ha namoz o'qiysiz, ha ro'za tutasiz. Hammasi Xudodan umid qiladiki, shoyat Xudo marhamat qilib, rahmatiga olib, shu noqsona qilgan ibodatingizni qabul qilarmikan? Mana shu tariqada umid. Bildingizmi? Hech kim meniki qabul bo'ldi, faloniniki qabul bo'lmadi deb aytishga haqqi yo'q. Bildingizmi? Endi ulamolariki masalan o'qib olib, faloni adashib qolgan, botil yo'lda ketyapti, faloni bizniki haq, mana u falon Xudoning oldida ma'lum bo'ladi. Bildingizmi? Kimniki nohaq, kimniki haq. Parvardigorning oldida savol qilgan vaqtida o'sha yerda javob bersangiz, ana o'sha yerda ma'lum bo'ladi. Mana bu yerdan aytamiz hech qanday. Bir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ralgan ekan, odamning insonni yaxshi yomoni qanday ma'lum bo'ladi desa, Rasululloh turib aytgan ekanlar, o'sha Pilsirotdan o'tgan bo'lsa, o'sha yoqqa o'tganda o'sha yaxshi ekan. Yaxshilik o'shanda ma'lum. Bundan buyog'ida hamma xavf xatarda. Xoh payg'ambarmi, xoh avliyomi, yo nimaiki bo'lsa mana bag'da hanuz Pilsirotdan o'tgan yo'q. Buni yaxshi ham deyolmaymiz, yomon ham deyolmaymiz. Xo'p. Hammamiz Xudoga ibodat qilamiz. Shoyat shu qusurimiz
hosillik bilan qilgan ishimizni Xudo qabul qilarmikan degan dilimizda bir tazarru Parvardigorga mana shunday umid bilan qilamizda, ag'ini Parvardigor biladi. Aytga borganda ma'lum bo'ladi kimniki maqbul, kimniki noqbul.